Assalomu alaykum azizlar. Mana yana asalga masalari usti, changi va giyohlar bilan dori tayyorlaymiz. Inshaalloh duo qilib turasizlar. Degan dorimiz egasiga manfaatli bo'lsin, butun muvaffaqiyatiga. Bu xurmoni changi, tozasi, huzuri, yaxshisi. Endi asli agar xurmoni changi bo'lsa, buni toza yo boshqasi bo'lmasa kerak, hammasi yaxshi bo'lsa kerak. Inshaalloh. Mana o'sha mahsulotni qo'shyapmiz. Hozir ochib qo'shamiz. Mana 1 kilo asalga 2 ta asal usti. Shunday qilib hozir aralashtirish boshlaymiz. Xo'sh, o'rtoqlar, mana massamiz tayyor bo'ldi. Ishga solib qo'ydik. Xudo xolasa egasiga borib shifo bo'lsin. Farzandlarga boy bo'lib, serfarzand, serdavlat bo'lib yashashsin.